Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Tushlar ta'biri kanali. Bugungi sizlar bilan ta'bir qiladigan tushimiz qush haqida bo'ladi. Tushda noaniq qush bu o'lim farishtasiga ishora bo'ladi. Mayda tosh, barg, qurt yoki shunga o'xshash narsalarni qush ilib olib samoga ko'tarilsa yoki kasal yotgan uyning yuqorisidan olib o'tsa, o'sha kasal bo'lgan bemor vafot etishiga ham ishora bo'ladi. Qush o'zining ustiga qo'nganligini, ya'ni tush ko'ruvchining ustiga noaniq qush qo'nganligini ko'rsa, o'sha tush ko'ruvchi musofir bo'lishiga, uzoq o'lkalarga sayohat qilishiga dalolat qiladi. Boshiga, yelkasiga qo'nganligini ko'rsa, qilgan ishlariga dalolat qiladi. Ya'ni yaxshi amal qildimi, yomon amal qildimi, bu hammasiga dalolat qiladi. Bu Alloh taoloning quyidagi oyatiga binoan bo'ladi. Har bir insonning amali o'zi ustida uchib yurguvchidir degan oyat karimasiga binoandir. Agar uchib yurgan narsa oq bo'lsa, soflik belgisidir. Agar boshqa rangdagilar yan rangda bo'lsa, u turli amallarda turli xil ta'bir qilinadi. Masalan, sariq rangdagi qush uchib o'tsa, bemorlikka ishora bo'ladi va shunga o'xshash. Ushbu tushni ko'rgan vaqtida ayoli homilador bo'lsa, qushning nar yoki moddaligiga qarab, o'g'il yoki qizligini yoki jinsini aniqlasa bo'ladi. Hammaga rahmat. Video yoqgan bo'lsa like bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring. Kimni ko'rgan tushi ushbu ta'birlarga to'g'ri kelmagan bo'lsa, Telegram botimizga yozishingiz mumkin. Tezda javob berishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.